Assalomu alaykum hurmatli Dreamzone kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritgan Zuhro o'quvchimiz bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Zuhro, o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Ne'matova Zuhro. 16 yoshdaman va Dream Group 8 da o'qib, IELTS 8 natijani qo'lga kiritdim. Zuhro, menimcha har bir o'quvchida bo'ladi. 8 olgandan keyin sizda kayfiyatlar qanday bo'ldi? To'g'risi 8 olishimni kutmagan edim. Natijam chiqqanda 8 olganimda juda xursand bo'lib ketdim. Albatta bu tabiiy holat. Ota-onangizni va do'stlaringizni munosabatlari qanday bo'ldi? Ular ham to'g'risi kutishmagan edi. 8 olganimni eshitib, ular ham juda xursand bo'lib ketishdi. Zuhro, birinchi marta mockga qatnashganingizda, ya'ni o'tish testimizda necha ballni qayd etgansiz? Placement mockda qatnashganimda 6 natija bilan Dream Group 8 ga kirgan edim. 6 natija. 6 natija bilan imtihonda listening 8,5, reading 8,5, writing 7 va speaking 7,5. Menimcha bu juda sezilarli va zo'r o'sish bo'lsa kerak. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Bunaqa natijaga erishish uchun sizga qancha vaqt ketdi va Dream Group 8 ning o'rni qanchalik muhim bo'ldi siz uchun? O'ylaymanki, Dream Group 8 guruhi menga juda katta yordam qildi. 8 natijani qo'lga kiritishimda, agar o'zim o'qiganimda 8 ola olaman deb o'ylamasdim. Dream Groupda 2 oy o'qidim va shu vaqt ichida shunday katta o'sish qilishga muvaffaq bo'ldim. Zuhro, listeningni 6 dan 8,5 ga ko'tarish uchun nimalar qildingiz? Listeningimni oshirish uchun uncha qiyin bo'lgani yo'q men uchun. Ko'pincha kino, qo'shiqlar, podkast eshitib yurdim va Dreamzone'ga kelib har mockga qatnashdim. Listeningim o'sib borayotganini tekshirib, nazorat qilib bordim va shunga yarasha practice qilib ham yurdim. Juda yaxshi. Reading ham shu bilan birgalikda 8,5. Reading birinchi o'sha placement testda necha chiqqan? 6,5 chiqqan. 6,5 chiqqan. 2 ballga o'sish juda zo'r o'sish hisoblanadi. Reading qismi juda ko'p o'quvchilar uchun eng muammo, ayniqsa o'sha time management bo'yicha. Sizda qanday bo'ldi? Menda ham boshida time management bilan muammolar bor edi, lekin shu Dream Groupda o'qiganimda har practice darsiga qatnashib keldim va Shohsinam ustoz juda katta yordam berdilar bu readingimni ballimni o'sishi uchun. Va kitoblar ham ko'p o'qidim inglizcha, shu ham yordam berdi deb o'ylayman. Zuhro, writing qismingiz ham juda yaxshi, 7 natija qo'lga kiritgan ekansiz. Nima deb o'ylaysiz? Writingdan 7 chiqishiga nima sabab bo'ldi va nimalar qildingiz 7 chiqishi uchun? O'ylayman, writingdan balandroq ball olish uchun ko'proq essay yozishingiz kerak, report ko'proq yozishingiz kerak. Qancha ko'p yozishni practice qilsangiz, shuncha shansiz balandroq bo'ladi, balandroq ball chiqishiga va o'ylaymanki, analiz ham ko'p qildim essaylarni, shu ham katta yordam qildi. Wow, speaking ham 7,5. Speaking 7,5 chiqishi uchun nimalar qilish kerak Zuhro? Juda ko'p o'quvchilarda speaking muammo, ayniqsa speakingga kelib qolganda gapirishga uyalaman, ID yetishmaydi deyshadi. Sizda qanday muammolar bo'ldi speakingga tayyorgarlik ko'rish mobaynida? To'g'risini aytsam, men ham speakingim boshida juda past edi, 6,5 chiqardi. Keyin idea generation bilan ham sal muammolarim bor edi, lekin har kuni gaplashishga harakat qildim, o'zimga partner topdim va har kuni u partnerim bilan gaplashdik, bir-birimizdan mock oldik va o'ylaymanki, mana shu speakingimni oshirishga katta yordam qildi. Partner bilan ishlash. Agar partneringiz bo'lmasa ham, o'zingizga o'zingiz har kuni gaplashib yursangiz ham o'sha katta yordam qiladi, chunki har kun gapirgan, masalan, men oldin ko'p gaplashmasdim, shunga o'ylayman ideya ham kelmay qolgan ko'pincha, lekin tayyorlamagan topiklaringizga ham gaplashsangiz, ideya kelishi muammo bartaraf qilasizda. Albatta. Xo'p, guruhdagi va mock imtihonlardagi raqobat sizni 8 ballga chiqishingizga qanchalik muhim rol o'ynadi? O'zi nima deb o'ylaysiz Zuhro? Raqobat kerakmi, yo'qmi? Bilim sohasida, ya'ni bilimda. O'ylaymanki, raqobat bo'lsa ham u ham bir turtki bo'ladi, sizga yaxshiroq o'qishga, boshqalarni qaraysiz, ular ham
ulardan ham qaraysiz ular o'tib ha, ketadi. ulardan ham balandroq ball olsammi deb olishim mumkinmi, harakat qilishim kerak shu. Mana bir birinchi, ikkinchi o'rinlarda turay, shu moklarda chiqqanda Moklarda. Yaxshi. O'shanda harakat qilib man o'qiganman. Zuhro, nima deb o'ylaysiz? IELTSda individualniy shug'ullangan yaxshiroqmi yoki partner ham muhim rol o'ynaydimi? Partner bilan ishlasangiz, u ballingizni oshirishga yordam beradi deb o'ylayman. Agar birorta partner bo'lmasa ham, individualni ishlash ham ancha yordam qiladi. Practice testlar ko'proq qilib, ularni analiz qilib, xatolarsiz ustidan ishlasangiz ham o'sha ham juda katta yordam qiladi, ayniqsa reading sectionda. Agar partner bilan ishlasangiz, bir-birlaringizni o'zingizni xatoingizni sezmasangiz, partneringiz sezishi mumkin. Bu ham sizga katta yordam qilib o'sishga yordam qiladi sectionlar. Yaxshi. Zuhro, 8 natija qo'lga kiritibsiz. Nima qilmoqchisiz? Bundan keyingi planlar qanaqa? Shu bilan to'xtab qolmoqchimisiz yoki yanada 9 olishga harakat qilmoqchimisiz yoki chet el davlatlariga o'qishga topshirmoqchimisiz? Rejalar qanaqa? Men IELTSni universitetga kirish uchun topshirgandim va endi qolgan ikkita fan, ya'ni matematika va fizikani o'qish bilan shug'ullanaman deb o'ylayman qolgan vaqtimda. Demak, u fanlar ham o'qishga kirishingiz uchun muhim. Shunaqa. Yaxshi. Demak, chetga topshirish niyat yo'q. Xo'p, Zuhro, bilamizki, bu o'quv markazida Shahriyor va Shohsanam o'qituvchilarida ta'lim oldingiz va sizni 8 olishingizda ularning o'rni qanday bo'ldi? Chunki placement testda 6 olib, o'z-o'zidan 8 ga chiqib qolish, to'g'rimi? Bu shunchaki xayol bo'lishi mumkin. Ustozlarning ham o'rni ancha katta bo'lsa kerak. Albatta, bu so'zlarni bu natijani qo'lga kiritishim yaxshilari juda katta. Ular menga juda katta yordam qildilar va men juda ham xursandman bu o'quv markaziga kelib, bu ustozlardan ta'lim olganimga. Darslar kuniga 2 martalab o'tardilar va practice darslar ham Shohsanamsiz o'tgan darslar reading listeninglarimni oshirishga juda katta yordam qildi. Shahriyor ustoz writing va speaking qismlarimni oshirishga katta yordam qildilar. Va ustozlarim bo'lmaganda men bu natijani qo'lga kirita olmasdim. Zuhro, siz tengi yoshlarga qanday maslahat berasiz shunaqangi IELTSdan 8 natija qo'lga kiritish uchun? Eng muhimi, ular o'zlariga katta maqsad qo'yishsin, 6, 7 olaman, 8, 9 olaman deb va o'shanga yarasha qattiq kurashsin, o'qishsin, practicelar ko'proq qilishsin, ayniqsa listening va reading sectionlari uchun ularni oshirishsa, qolgan sectionlar ham o'zidan-o'zi sal oshadi va ballni ko'proq balandroq qilishga yordam qiladi. Siz ham shunday natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, Dream Zone o'quv markaziga keling va darslarimizga yozilib o'qing. Zuhro, bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Shu bilan suhbatimizni yakunlasak ham bo'ladi. Keyingi ishlaringizga omad va muvaffaqiyat tilab qolaman. Sizga ham katta rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.